Assalomu alaykum hurmatli azizlarim, yaxshilarim. Mana bugun shu Javlonbekka kelib, mana murojaat olayotganimizga mana 8 kun bo'lyapti. Ertaga Xudo xolasa, Alloh yo'l bersa, yo'lga ketamiz. Men o'zim ismim Dilbar, 61 yoshga keldim. Shu Qozog'istondan Sarg'ach shahridan kelib o'tiribman. Kelgan vaqtimda oyoqlarimda qattiq og'riqlar bor edi. Shu men o'ng oyog'imni o'zim qo'lim bilan yordam bilan ko'tarib tushib, ko'tarib chiqarib o'tirgandim. Mana 4 kunda Xudo xohlasa, shuning ancha menga yaxshi nima deydi, mo'jizani ko'rgari bo'ldim. Guvohlik qildim shunga, oyoqlarim yaxshi bo'lganiga. Undan tashqari belimda umurtqalarimda qiyshayishlar bor edi. Undan boshqa nima deydi, osteoartroz 3-stepen deyishgan oyog'imda, bellarimda boyagi grijalar bor edi ozgina. Shularning hammasi yaxshi bo'lib qoldi. Quloqlarim ching'illashi, ishqib men shunday tan beraman, bu mo'jizaga kuvasi bo'ldim o'zim. Shu bilan nima deyman, Javlonbekka, uning rahifalari, Solihaxonga, hamma bu shiringina ovqatlarni qilib berib o'tirgan Ahidaxonga, bugun yana bir povar bilan uchrashdik. U kishiga minnatdorchiligimni bildiraman. Ko'pdan ko'p u kishilarga rahmat. Hozirda hamma kasalliklaringizga yaxshi natijaga erishdingiz. Mana bir kurs tugatyapsizlar, Xudo xolasa. Hammasiga yaxshiman. Oyoqlarimni ko'taryapman. Bo'g'inlarim bo'g'amasdim. Bo'g'inlarim hammasi joyiga kelib qoldi. Qo'llarim hammasi edi. Xudoga shukr, mana qimillayapti, yurayapman. Oyog'imda 3-stepen varikoz deb edi. Shu varikozim joyina kelib tekis bo'lib qoldi. Xudoga Alloh shifo bersin. Men shunday kuvasi bo'ldim shu narsa muolajaning. Sehrgarchilik bu. Tabiiy sehrgarlik deb o'zim o'ylayman. Tan berdim Xudoga shukr. Shunchalik Xudoning bergan bunday nimasiga, hikmatiga nima deydi, tan berish kerak ekan deb o'zim o'yladim. Hammalariga ko'pdan ko'p rahmat. Ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat. Hammalaringizga nima deydi, oilaviy baxt, saodat tilayman. Qo'llaringizga hech vaqt dard ko'rmasin. Hurmatli azizlarim, yaxshilarim, kelib, shunday kelib ko'rib, muolajalarni olib, tan sog'liklarini saqlanglar. Xudoning oldida ham hamma o'z nima deydi, din sog'lig'iga o'zi javobgar. Hammamiz javobgarchilik bilan qaraylik din sog'lig'imizga. Ko'pdan ko'p rahmat. Azizlarim, kelib bir marotaba kelib ko'rib ketingizlar, kuvasi bo'lasizlar. Men mana kuvaman. Hammasiga kuvakor bo'lib, o'z ko'zimdan, o'z tanamdan o'tkazdim. Rahmat. Salomat bo'linglar, Alloh shifo bersin. Xo'p, Javlonbek, sizga ham rahmat. Bu bir yonimda o'tirgan singlimning qizi, bu kishi ham revmatizm bilan keldi. Mana Xudoga shukr, oyoqlari ham og'rib qoldi. Bu endi qizda o'sayotgan qiz, 14 yoshdagi. Bu 14 yoshdagi ertaroq vaqtida kelish kerak ekan. Hozir natijalar yaxshi bo'ldi bu qizlarda. Revmatizm bilan kelgan, oyoqlaringizda og'riq bor edi. Kelgan paytingizda nechinchi kun to'xtadi og'riqlaringiz? Birinchi kunda to'xtashni boshladi. 2 kun deganda umuman to'xtab bo'ldi. 2 kunda natijalarga erishib bo'ldingiz, og'riqlardan qutulib bo'ldingiz. Og'riqqa bo'lmasa ham, Xudoga shukr, mana 70-80% o'zgardi. O'zingizga kelib qoldi. Alloh shifo bersin. Dorilaringizni ichmay qo'ydingiz. Kelganingizdan beri bir marta ham ichgan yo'qsiz. Xudo xolasa. Yaxshi. Tomoqlaringizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Yaxshi, o'zgarish bor. Tomog'ingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Ikkinchi kundan boshladi. Ikkinchi kundan to'xtagan, tomog'ingizdagi og'riqlaringiz, yo'tallaringiz hammasi to'xtagan. Alloh shifo bersin. Sog'ayib ketinglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar.